Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markaziga tashriflari chog'ida bu yerni tashkil etish bilan bir qatorda xorijiy hamkorlar, jumladan dunyoning yetakchi muzeylari, kutubxonalari hamda ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha topshiriq bergan edilar. Uning ijrosi o'laroq bugun markazning 2-qavatida maxsus mana shunday barcha qulayliklarga ega bo'lgan ko'plab xonalar tashkil etilyapti hamda ular jihozlanyapti. Qolaversa, manzilda usta hunarmandlar, quruvchilar, pardozchilar ham yakuniy ishlarni amalga oshirishmoqda. Barchasi sifatli bo'lishi uchun alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur tashabbus orqali xalqaro miqyosda islom sivilizatsiyasining ilmiy merosini chuqur o'rganish, uni jahon ilm fani va madaniy muhitiga integratsiya qilish, shuningdek O'zbekistonda bu boradagi salohiyatni kengaytirish ko'zda tutilgan. Xalqaro hamkor tashkilotlar uchun binoning 2-qavati to'liqligicha ajratilgan, uning maydoni 648 metr kvadratni tashkil etadi. Bu yerda ilmiy xonalar, kutubxonalar hamda konferensiya zallari bor. Mana shu ko'rinishda. Islom sivilizatsiyasi markazi shu xorijiy vakolatxonalar, tashkilotlar, turli muassasalar, ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlik uchun yana bitta bir bosqichga ko'tarildi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki bu yangi platformaning yaratilishi, ya'ni ilmiy platformaning yaratilishida bu xalqaro tashkilotlarning, nufuzli xalqaro tashkilotlarning ahamiyati juda muhimdir. Islom sivilizatsiyasi markazi bilan hamkorlik qilayotgan ICSK, UNESCO, IRSIKA, Turksoy kabi xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Arab Amirliklarining Manara tashkiloti bilan hamkorligimiz memorandumlari imzolangan. Va ular bilan kelajakda shu ishlarni, ilmiy ishlarni olib borish, ularning hamkorlik ishlarini olib borish uchun shart-sharoitni yanada takomillashtirish uchun bu yerda joylar ajratildi. Bu sharoitlarning yaratilishi o'ylaymizki, hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish uchun turli kutubxonalar, ilmiy muassasalar, markazlar, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan muassasalar bilan to'g'ridan-to'g'ri shu vakolatxonalar orqali bog'lanishimizga juda katta imkon bo'ladi deb o'ylaymiz. Islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat boy tarixiy merosni namoyon etuvchi muhim ilmiy ma'rifiy maskan, balki xalqaro ilmiy aloqalarni mustahkamlovchi zamonaviy platforma sifatida ham shakllanmoqda. Manzildagi har bir xonada xorijiy hamkorlarga zarur sharoitlar yaratilib, ularning tadqiqot ishlari, loyihalari va tadbirlari uchun qulay ilmiy muhit ta'minlanadi. Bu yondashuv ilmiy aloqalarni chuqurlashtirish va o'zaro tajriba almashinuvini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, Islom sivilizatsiyasi markazi bugun dunyo bilan muloqotda, ham ilmda, ham ruhda, ham qadriyatlarda.